Assalomu alaykum. Bitta xolodilnigimiz bor. Kompressor ishlamayapti. Kompressorni hozir tekshiramiz, o'rganaydi. Buning uchun bizga klash kerak bo'ladi. Klash qo'yamiz. Amperaj o'lchaydiganiga qo'yib olamiz. Motor g'ing'illab turibdi. Zavod bo'lmayapti, переключать qilmayapti. Shing'illab turibdi. Shuning uchun hozir amperajini tekshiramiz. Amperaj ko'tarilib ketyapti obmotika. Obmotikasini tekshiramiz buni. Multimetrni qo'yib oldik. Buni hozir obmotikasini tekshirish uchun mana shu 200 kilomga qo'yiladi. 200 ga. Mana shu рабочий bilan пусковой tek qilmayman. O'zgarish bo'lmayapti. Obmotka ketgan. Общий bilan рабочийga tek qilib ko'ramiz. 15 9. Bu obmotka butun. Пусковой ketgan. Endi buni obmotkasi ketgan xullas. Mana tek qilolmayman. Bitta qo'lda noqulay bo'lyapti. Tek qilolmayman. O'zgarish yo'q. Рабочий bilan общийga tek qilsam mana uzaman. Tek qizaman. O'zgarish bor. Puskovой obmotkasi ketgan, bu kompressor almashtirish kerak. Kompressor olib keldik. XL degan nomi 65 talik. 130 variantda ishlaydi. Bu kompressorimizda lekin обраткasi yo'q, fsas. Suruch ko'rsatilmagan, eskisida ko'rsatilgan. Buni biz ma'lum yo'l bilan обраткasini topib olishga harakat qilamiz. Pripoyi uchun ozgina bukib turib, bu ingichkasi podachi bo'ladi. Turkani ichidan tiqamiz, ovoz bor. Orqaga qaytaramiz, chiqmaydi uje mana. Keyin ilib qo'ygandan keyin qo'yamiz. Ozgincha zazor bor mana. Ozgincha orasida. Bu shu ozgina fsas tomoni, ozgina mana bu korpusi chekasidan ichkariga kirib turadi. Turkasi ozgina chiqib turadi. Ichkari tomonga. Endi bu yoq tomonini tekshirib ko'ramiz. Mana bu yoq ham ilindi uje. Chiqmaydi. Turkiga taqab turib, qo'lni qo'yib olamiz, metka qilib chiqazamiz. Mana korpusga tek qilamiz mana. Joyi yo'q mana. Bu ichkarisi korpus bilan bir xil bo'lib turibdi hozir. Ilayotgan joyi. Shuna qilib aniqlab oldik. Bu yoq
Shunda so'ruvchi bo'ladi. Bu yoq podacha. Bu yoqga shu servisni anaqa qilib qo'yamiz. Klapan shrederimiz bor. Bu payka qilinadi bu yoqqa. Payka qilib qo'yamiz. Bu arzon kompressor olganimiz sababi klient talab bo'yicha sal arzonroq bering deganlariga arzon kompressor qo'yib beramiz. Jarayonni ko'rsatib boramiz. Xudo xolasa. Buni payka qilayotganda nippelni yechib olamiz. Ichida bo'ladi. Bo'lmasam plasmas joyi erkitib qoladi. Rабочий kompressor amperajini ko'rsatish esdan chiqib qolibdi. Hozir ko'rsatamiz. 0.50. Zo'r. 0.50 ni 0.50 bo'lsa yaxshi. Amperaji zo'r. Kompressor yaxshi bo'lyapti. Podachasi zo'r bo'lyapti ham. Yopganda amperaj oshiradi. Lekin xalosoyda ishlab turibdi bu hozir. Freon so'rmayapti ham, faqat havoni so'rib yengil chiqazyapti, kapillargadan emas, yengil chiqib ketyapti. O'shanga amperaj 0.50. Yangi kompressor qo'yib payka qilib oldik. Tekshiramiz paykani. Yaxshi. 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 Endi vakuum qilamiz sistemani. Start. On 15 gramcha turadi. Sistemani vakuum qilyapmiz. Bu xolodilnikda ish ko'payib ketdi hozir. Tak. Isparitelni zapravka qilib kompressorni haydadik. Freonni ishlatdik. Buni isparetelni tiqilgan joyiga mamita tiqilgan ekan, o'shaning uchun nari kompressor kuyib qo'ygan. Tiqilib kachat qilmagan kompressor yaxshi. Qizib ishlagan, kuyib qo'ygan. Mana shu joyini endi to'g'irlamadik, chunki ichida nima bor, nima yo'qligini biz bila olmaymiz. Tiqilgan, ishib ketgan edi, qarasak. Mana shu joyi ishib do'mpayib qolgan edi. Keyin mana buni yasadik. Kondisioner trubkalar bor edi oshiqcha. Arzonroq variant qilib isparetel yasab oldik. Bunaqa isparetel topish ham muammo edi bozordan. Xayrilganidan.
Mana shunday qilib yasadik. Endi buni tepaga qotirib qo'yamiz. 3 ta joyidanmi, 2 ta joyidanmi chiroyli qilib yopishtirib. O'shaning uchun ishimiz cho'zilib ketdi, kechga qolib ketdik. Akkumulyatsiya jarayoni ham tugab qoldi, xudo xolisa. Hozir yopamiz. Fren zapravka qilamiz. Ishlashini ko'ramiz, xudo xolisa. Tak. Fren uloldi 134. Mana frendan. Endi xolodilnik vakuumda turibdi. Frenning kranligini ochdik. Vakuumda turibdi bu. Manometrni ochib olamiz. So'rganicha so'radi o'zi. Bizda tarozi yo'q. Avratkasiga qarab zapravka qo'yamiz. Yopamiz. Kompressor yoqamiz. Padacha ketyapti. Shunaqa qilib sekin-sekin zapravka beraveramiz. Frenimiz zapravkasi ko'payib ketdi. Zapravkasi qor bo'lib qoldi, muzlab. Sekin-sekin chiqazaveramiz. Davlenasi 1ga yetar etmas 8. Yeri chiqib ketadi sekin. Yeri chiqib ko'rayotgan bo'lsangiz. Avratkasini to'g'rilab oldi endi. Xudo xolisa. Chiqyapti. Morozinligiga datchik qo'yib qo'yganmiz. -9 gradus. Morozinkasi. Xolodilnigi. Shu ochganda sovuq chiqyapti yaxshigina. Bo'ldi. Benzinga qilib qotirib qo'ydik. Ikkita tushib ketmasligi uchun. Yog'im o'sha yaxshi ishlayapti. Eski xolodilnik bo'lsa ham holati yaxshi turgan ekan.